Assalomu alaykum. Ming kitob tahlil loyihamizning ham mana 7-soniga yetib keldik. Ushbu sonda biz Xolid Ertugrul qalamiga mansub ushbu Iqror asarini tahlil qilamiz. Demak, menda ushbu kitobning 2022-yilda Toshkentda Misbah nashriyoti tomonidan chop etilgan nusxasi turibdi. Yozuvchi Xolid Ertugrulning bundan tashqari ham bir nechta kitoblari bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar kitob sizga yoqadigan bo'lsa, ushbu yozuvchining boshqa kitoblarini ham kelgusida tahlil qilishga harakat qilamiz. Xullas, kitobdagi voqealar Anqara va qisman Duzjada bo'lib o'tgan. Kitobning bosh qahramoni bu Xolid ismli o'qituvchi bo'ladi. Endi sentyabr oylarida universitet darslar boshlanganda xonaga kiradi. Xonada esa yangi birinchi kurs talabalari bo'ladi. Ularning ko'zlarida o'zgacha quvonch, chunki bu universitetdagi birinchi kun edi. Xolid shu tariqa o'quvchilar bilan birma-bir tanishadi va o'zini ma'lum bir qoidalari bor edi. O'zida bir prinsip bor ediki, bu prinsip shundan iborat ediki, har bir o'quv yilining boshida har bir kurs o'quvchilari bilan o'zini ma'lum bir qoidalari bor edi. O'sha qoidalarni o'quvchilar bilan kelishib olgan holda darsni boshlardi. Xuddi shu qoidalarni bu yangi kurs talabalariga ham joriy etishga harakat qildi. 10 tacha qoidalardan iborat, ya'ni ular darsga o'z vaqtida qatnashish, kechikmasdan kelish, ruxsatsiz gapirmaslik, ruxsatsiz chiqib ketmaslik, hech qaysi bir Turkiyadagi partiyani oldinga surmaslik, ammo ularning fikrlarini o'zaro munozara qilish, bir-birini haqoratlamaslik va shu kabi bir nechta qoidalar bor edi. Bu qoidalar hammaga manzur bo'ldimi degan savolga barcha rozi bo'lgan edi, ammo chetroqda o'tirgan Mehmet bunga qarshilik bildirdi. Mehmet o'zi boshqalarga qaraganda o'zgacharoq kiyingan, sochlari uzun va boshqalardan umuman ajralib turardi. So'ng u gapga tushdi. U aytdiki, biz nima bog'cha o'quvchilarimizmi, o'zi maktabdan zo'rg'a keldik, tartib qoidadan. Endi bu yerda ham bizni mana shunday sipovga olasizmi deb o'quvchisiga bir qancha ya'ni qarshi fikrlarni bildiradi va yon atrofga qaraydida, hamma fikrimga qo'shiladimi deb so'raydi. U o'ylagandiki, hamma uning fikrlariga qo'shiladi deb, ammo hech kim uning fikriga qo'shilmadi. Aksincha, unga qarshi bir qancha o'quvchilar, bir nechta o'quvchilar o'z fikrlarini bildirdi. Bu yaxshi g'oyaligi haqida, ya'ni o'qituvchisining, ya'ni mana shu ma'lum bir tartib qoidalari yaxshiligi haqida. So'ng janjalga aylanib ketayotgan ham ediki, o'qituvchi Xolid bunga aralashdi va Mehmetni yonini oldi. Mehmet bundan hayron qoldi. Nimaga u o'qituvchining fikrlariga qarshi chiqdim, ammo u meni yonimni olyapti deb. Ammo Xolid mana shu o'zini pedagogik mahoratini ishga solgan edi. Ya'ni Mehmetni barcha tomonidan bosimga uchrashdan saqlab qolgan edi. Mavzu boshlandi. Mavzu inson haqida edi. Inson haqida barcha hamma o'z fikrlarini bildirdi. Studentlar o'zlarini diniy nuqtai nazardan inson Alloh tomonidan yaratilganligini, uning maqsadlari qanday bo'lishi kerakligini, shu va shunga o'xshash fikrlarni bildirdi. Ammo kutilganidek Mehmetning bu haqda fikrlari umuman boshqacha edi. Bu inson qanday yaralganligi, ya'ni inson hech qanaqa bir kuchli bir ilohiy kuch tomonidan, ya'ni biz aytamizki Alloh tomonidan yaratilgan emas degan fikrlarni u aytdi. U hech qanaqa bir kitoblarga, diniy kitoblarga yo bo'lmasa payg'ambarlarga, hech qaysi bir dinlarga ishonmaydigan odam ekanligini, o'z fikrlarini bildirdi. Bunda ham munozaralar boshlanib ketdi. Boshqa o'quvchilar bilan urush darajasiga boradi va bunda ham Xolid, ya'ni pedagog o'qituvchi aralashdi va bunda ham Mehmetni asrab qoldi, ya'ni barchaning fikrlaridan, bosimidan. So'ng dars tugadi. Dars tugagandan so'ng Xolidning xonasiga Mehmet keldi. Mehmet kelib undan nimaga uni yonini olganini, ya'ni unga qarshi fikr bildirgan bo'lsa-da, ammo uni yonini olganligi sabablarini so'radi. Shunda Xolid buni yaxshilab tushuntirdi, ya'ni pedagogning qiladigan ishi mana shu, ya'ni seni xohlamadim, ya'ni bosim ostida qolishing degan bir qancha fikrlarni berdi va uni o'zining uyiga taklif qildi. Rozi bo'ldi va darsdan so'ng ular Xolidning, o'qituvchining uyiga boradigan bo'ldi. Uyga borgandan so'ng esa Xolid unga bir nechta savollarni bera boshladi. Ya'ni uning dunyo qarashi haqida so'ray ketdi. Xolid unga shunday bir savol berdi. Ya'ni sen hozir yashab turgan holatingdan, ya'ni xursandmisan, ya'ni xotirjammisan degan savolni berdi. Bunga Mehmet yolg'onmi, rostmi, ha degan javobni berdi. Unda shunday bir qoidalarsiz yashash bir falsafasi bor edi. Ya'ni
inson xohlaganda yashashi kerak. Unda hech qanaqa bir qoidalar bo'lmasligi kerak, hech qanaqa bir buyruqlar ham bo'lmasligi kerak. U erkin inson bo'lishi kerak, ya'ni hech qanday bir qoidalarga amal qilmaydigan. U mana shu haqida o'z fikrlarini bildirdi. So'ng Xolid aytdiki, "Kel unda hozir ovqatlanib olamiz. Ovqatlangandan so'ng esa choy ichgan holda stulda o'tirib, logically, ya'ni mantiqiy tarzda sen bilan gaplashamiz" dedi. Mehmet bunga rozi bo'ldi. Undan so'ng ovqatlanishdi va bir chekada choy ichib o'tirgan holda ular chuqur suhbatga kirishdi. Mehmet aytdiki, bu dunyo katta portlash orqali yaralgan. Ya'ni Mehmetda shunday bir tushuncha bor edi. Bu tushuncha hozir ilmiy nuqtai nazardan mavjud bo'lib turgan yagona tushuncha. Bu tushuncha shundan iboratki, yer katta portlash orqali, barcha mavjudotlar umuman boshlanish nuqtasi katta portlash orqali qabul qilingan deydi. Ya'ni ilmiy odam bo'lsin, bu umuman dinsiz odam bo'lsin, xullas shunaqa nazariya qabul qilingan. Bu katta portlash shunday narsaki, ilm shunday qilib tushuntirib beradi, ya'ni ilmiy nuqtai nazardan avval boshda deydi, gaz, ya'ni gazsimon narsa bo'lgan, xullas mana shu zichlashganda bir bo'lib o'sha portlash hosil bo'lgan. Portlash hosil bo'lgandan keyin sekin-sekin yulduzlar paydo bo'lgan, galaktikalar, deysizlarmi, somon yo'li hammasi mana shu katta portlashdan hosil bo'lgan. Yer ham xuddi shunday deydi. Yerda keyin ma'lum bir milliard yildan so'ng esa mana shu suvning ichidagi bir hujayrali mavjudotlar, lichinkalar, suvda suzadigan hayvonlar, quruqlikda yashaydigan hayvonlar va maymunlar deydi. Shundan so'ng esa shu mutatsiyalar orqali inson hozirgi biz ko'rinishimizga kelgan degan nazariya bor. Bu ilmiy nazariya hisoblanadi. Ya'ni insonlar oxiri, ya'ni ilm mana shu nuqtaga kelgan. Diniy nuqtai nazardan esa biz musulmonlar nima deymiz? Mana shu katta portlash. Ya'ni ilmiy nuqtai nazardan mana shu katta portlash mana boshlanish bo'lsa, ilm undan keyingiga o'ta olmaydi. Ya'ni hozirgacha o'ta olmagan. Shu katta portlash deydi. Boshlanishmi, dunyoning boshlanishimi? Mana shu katta portlash deydi. Lekin ulardan so'rasangiz, shu katta portlashga nima sabab bo'lgan desa, ayta olmaydi. Ya'ni misol uchun o'sha gazlar bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, o'sha portlashga sabab bo'lishi kerak-ku. Buni ilmiy nuqtai nazardan topib bo'lmaydi. Bunga esa diniy nuqtai nazardan qarashga to'g'ri keladi. Bu eng mantiqiy nuqta hisoblanadi. Masalan, musulmonlarning e'tiqodida shu narsa borki, biz ham o'sha katta portlashga ishonamiz, misol uchun-da. Kitobda ham aytadiki, Xolid aytadi, o'qituvchisi aytadi, biz ham ishonamiz deydi va unga Qur'ondagi ma'lum bir oyatni keltiradi. U oyatni alohida hozir yozib olmagandim, lekin ChatGPTdan xohlasalaringiz so'ranglar, o'sha oyatni sizlarga tashladi. Ya'ni katta portlashga aloqador oyat bor-da. Uni keyin nechinchi oyatligini topib, xohlasalaring Qur'onni ochib, o'shani o'qisalaring bo'ladi. Misol uchun o'sha katta portlash haqidagi Qur'onda kelgan oyatni ham unga tushuntirib beradi. Misol uchun Xolid unga tushuntirib beradi. Biz ham bunga ishonishimiz haqida. Katta portlashga ham Alloh taolo sababchi bo'lganligini o'quvchiga tushuntirib beradi. Undan so'ng esa Mehmet koinotning kengayishi haqida aytadi. Va Xolid bunga ham, bu narsa ham Qur'onda keltirib o'tilganligi haqida dalilni aytadi. Bu haqida ham, ya'ni misol uchun mana buni yer deb olsak, biz yashayotgan yer mana shu. Buni atrofida esa oy bor. Oy bor. Oy yerning atrofida aylanadi. Bu ilmiy fakt, bu hamma biladigan narsa. Yer esa bu aylanaveradi. Bu yer esa quyoshning atrofida aylanadi. Bu yerda quyosh bor, quyoshning atrofida aylanadi. Oy yerning atrofida aylanyapti, yer esa quyoshning atrofida aylanyapti. Yana shundan tashqari esa ilm fan shuni kashf etganki, quyosh ham bir joyga ketyapti, xullas. Mana shuna ketyapti-da, xullas. Bir joyga ketyapti, bular izdan aylanib ketyapti. Mana shunga nima koinotning kengayishi deyiladi. Qizig'i shu haqda ham Qur'onda, ya'ni biz yerni kengaytirib boruvchimiz degan ma'nodagi oyat bor. Buni ham shu haqdagi oyat bormi deb ChatGPTdan so'rasalaring, oyatning nomini tashlaydi. Keyin o'sha oyatning nechinchi oyatligini Qur'onni ochib ko'rsalaring bo'ladi. Shu va shunga o'xshash bir necha savollarni beradi Mehmet. Ularga Xolid javob beradi. Shundan so'ng esa Xolidning xotini kirib keladi, meva olib keladi. Meva olib kelgandan so'ng aytadiki, Mehmetni boshini bir og'ritib yubormadingizmi deydi. Mehmet esa yo'q, ular juda ham qiziqarli, mazza qilyapman degan javobni beradi.
Keyin qaraydi, Mehmet sal tinch qochayotganroq bo'ladi-da. Chunki misol uchun u tamaki chekadigan yigit bo'ladi-da. Misol uchun tamaki chekadiganlar o'zi mana shunaqa bir tutatib olmasa, tura olmaydigan bo'lib qoladi-da, misol uchun. Xolid buni sezadi albatta. Xolid buni sezgandan so'ng esa unga balkonga chiqib tutatib kelishga ruxsat beradi. Bu o'rinda bir narsani biz tushunib olishimiz kerak. Xolid bu ilmiy inson edi, ya'ni tushunadigan, hamma narsani tushunadigan odam edi. Bu yoqda Mehmetga borib tutatib kelishga ruxsat beryapti. Ya'ni radikallik yo'q. Misol uchun yo'q, birdaniga qoidalarni berib tashlamayapti. Yo'q, sen men uyimdansan xullas, bu mumkin emas bu narsa, shunday deb misol uchun radikallik qilmayapti. Ya'ni uni tushunyapti, ya'ni ochiq. Hozircha misol uchun ochiq unga munosabatda bo'lyapti. U hamma ham mana shunaqa bo'lishi kerak, misol uchun radikal bo'lmasligi kerak. Endi uyda misol uchun spirtli ichimlik quyib berib ichirish bu yoqda aytilmaydi, u alohida mavzu. Undagi taqiqlar boshqa narsa, lekin hozir sigaretga kelganda unga ya'ni ochiqlik qilyapti, chunki u har doim chakib yuradigan odam edi. Xo'sh, demak, u qaytib kelgandan so'ng esa yana bir necha savollarni beradi Xolidga. U savollarning ichida ya'ni nima uchun Alloh taolo yerni yaratdi? Alloh taoloni o'zini kim yaratdi? Nima uchun u bizni yaratdi degan bir qancha savollarni beradi. U savollarga esa Xolid o'qituvchisi chiroyli qilib javob beradi. Agar sizlarda ham bir shunaqa bir savollarga javoblarni bilmoqchi bo'lsanglar, bu kitobda yozilgan o'sha narsalar chiroyli qilib yozilgan, o'qib bilib olishlaring mumkin. Shundan so'ng esa Mehmet qayta tirilishga ishonmasligi haqida gapiradi. Qayta tirilishga ishonmasligi bu qanday bo'lishi mumkin? Qanday qilib odam o'lgandan keyin qayta tirilishi mumkin degan savolni beradi. Bu savolni esa Ubay ibn Xalaf mana shu asr saodat davrida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga berganliklari haqida va bu to'g'risida Yosin surasining 78-79-oyatlarida kelganligi, ya'ni qanday qilib Alloh taolo qaytadan tiriltirish haqida kelganligi haqida aytadi xullas. Shundan so'ng esa Mehmet nima uchun Alloh taolo o'zini yaxshi ko'rdirib qo'yish uchun barcha bir ibodatlardan xoli qilib qo'ymagan bizni degan savolni beradi. Bunga ham kitobda juda ham chiroyli qilib misol keltirilgan, nima uchun Alloh taolo unday qilmaganligi haqida kitobni o'qib bilishlaring mumkin. Zo'r narsalar yozilgan kitob. Undan tashqari esa mana shu Mehmet qazo, qadar, taqdir masalasi haqida ham juda o'rinli savollarni beradi va bu savollar muhim savollar hisoblanadi. Chunki ko'pchilik mana shu qazo, taqdir, qadar haqida misol uchun to'g'ri tushunchaga ega emas. Sizda ham mana shunaqa savollar bo'lsa, kitobda bularga ham juda ham zo'r javoblar berib o'tilgan, o'qishlaring mumkin. Xullas, ular yarim tungacha suhbatlashdi. Suhbatlash bo'lgandan so'ng tong bo'ldi. Tongda esa Mehmet o'zini uyiga ketdi. Kelasi hafta qaradi Mehmetga. Xolid Mehmetni ko'rdi. Mehmetda o'zgarishlar bor edi. Salom alaykum ham o'zgarib qolgandi. U bilan ko'plab savol-javoblar qildi. Qanaqa savollari bo'lsa o'sha ustoziga berardi va bu Mehmetning ichidagi ichki kurash naqd 8 oy davom etdi. 8 oydan so'ng esa unda juda katta o'zgarish bo'lib, u Hidoyatga keldi. Uning tug'ilib o'sgan joyi Duzja edi. Ya'ni bu Turkiyaning boshqa bir qismi hisoblanadi. Duzjaga u qaytdi. Qaytgandan so'ng esa uni ota-onasi undagi o'zgarishlarni ko'rdi va juda ham xursand bo'ldi. Uning ota-onasi uning ustozi Xolidga xat yozdi, unga rahmatlar aytdi, undagi o'zgarishlarni ko'rib juda ham xursand bo'lganliklarini bayon etdi. Boshqa bir yozgi ta'tilda Anqaradan Duzjaga qaytadigan bo'lib qoldi Mehmet. Shundan so'ng esa avtobusga chiqqandi. Yo'lda esa baxtsiz hodisa yuz berdi. Baxtsiz hodisa natijasida esa Mehmet ham gapira olmay qoldi, ham eshita olmay qoldi, ham ko'ra olmay qoldi. Ammo bu paytda u barcha yaxshi-yomon narsalar Allohdan kelishligi haqida tushunchaga yaxshi ega edi. O'shaning uchun bu narsa haqida juda ham ko'p, ya'ni afsuslanib o'tirmadi, iltijolar qildi Allohga va xayriyatki to'liq tuzalib ketdi. Xullas, yozgi ta'tilda yana uni uyiga chaqirdi ustozi bilan ko'p suhbatlar qurdi. Bu vaqtda ustozning boshqa bir do'stlari ham bor edi. Ular ham birgalashib shu suhbatlar qurishayotgandi. Shu payt Xolidning do'stlaridan biri mana shu islom tinchlik dini bo'lsa, din ya'ni odamlarga yaxshilikni anaqa ravo ko'radigan bo'lsa, nima uchun hozirda juda ko'p yomon ishlar mana shu din nomidan qilinayotganligi, nima uchun shunaqa voqealar bo'layotganligi haqida so'radi. Buni eshitgan Mehmet o'zi javob bergisi keldi va ustozdan ruxsat so'ragan holda Xolidning do'stiga javob berishga tushdi. Buni Mehmet ikkita narsa bilan izohladi. Ya'ni birinchisi,
Qur'on va hadisni o'rgangan odam, bilgan odam bunday bir yomon ishlarga, ya'ni bir begunoh insonlarni o'ldirib yuborish yo bo'lmasa shunga o'xshash narsalarni qilmasligini tushuntirib berdi. Ikkinchidan esa o'sha vaqtda Turkiyada endi bunaqa muassasalar kam ekanda, ya'ni shu dinda tushuntirib beradigan muassasalar kam ekan. Mana shu muassasalar kamligi bilan izohlab berdi. Keyin bitta misol berdi. Ya'ni aytdiki, tasavvur qilaylik, bugundan boshlab barcha tibbiyot fakultetlari to'xtatilsa, ya'ni tibbiyot fakultetlari hammasi yopilsa, bu qanday oqibatlarga olib keladi dedi. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri ko'plab insonlarning o'limiga, mana shu davlatda juda ham ko'p o'limlarga sabab bo'lishini misol qilib keltirdi. Xuddi shunday tarzda diniy sohadagi ilmlarni yetishmasligi, olimlarning kamligi, yoshlarga ko'proq ta'lim, bu to'g'risida ta'lim bera olmayotganligi ko'plab mana shu to'g'ri bo'lmagan oqimlarga kirib ketib, shunaqa bir baxtsiz voqealar olib kelishligi haqida o'z fikrlarini bildirdi. Bir narsani boshda aytib o'tish esdan chiqibdi. Ushbu kitobning aksar qismi hayotdan olingan. Boshda ham yozib qo'yibdi, kitob hayotiy voqealarga asoslangan. Demak, Mehmet yana ta'tilda uyiga ketdi. Uyga ketgandan so'ng esa ustozi Anqarada yashardi. Ustozi 1999-yil 12-noyabrda radioda shunday bir eshittirishni eshitib qoldi. Ya'ni bunda aytilgan ediki, o'sha Duzya taraflarida qattiq zilzila bo'lgandi. Qattiq zilzila natijasida o'sha vaqtda Duzyada 845 kishi bu olamni tark etgan, minglab insonlar bu zilziladan yaralangandi. Bu voqea ham hayotda bo'lib o'tgan, ya'ni 1999-yil 12-noyabrda 845 kishini bu dunyodan olib ketgan zilzila Turkiyada sodir bo'lgan va ularning ichida biz hozir aytayotgan Mehmet ham bo'lgan edi. Demak, 3 kun o'tdi. Ustozi Xolid Duzyaga borishga qaror qildi. 3 kundan so'ng u o'sha Duzyaga yetib bordi va uni uyini bilardi. Uyini oldiga kelganda uyi umuman buzilib ketgandi. Uyni yonida shu bir odam bor edi, undan so'radi, mana shu yerda shunday yigit yashardimi deb. Ha, uni ota-onasi bilan bu bor edi, ammo ularni uchalasi ham, ota-onasi ham, Mehmet ham zilzila natijasida halok bo'lganligidan xabar topdi. Ammo shunday bir voqea bo'lgan ediki, u hammani hayratga solgandi. Bu odamning aytib berishicha. U odam aytdiki, zilziladan so'ng shu odamlar uni zilzila hosil bo'lgan joydan olib chiqishga harakat qilganlarida Mehmetni sajda qilgan holda o'lganligiga guvoh bo'lishadi. Bu narsa hayotda ham bo'lgan bu narsa. Ya'ni bundan Xolid juda ham ta'sirlanadi. Xolid shundan so'ng Anqaraga o'z uyiga qaytib ketadi. Qaytib borgandan so'ng esa unga xat kelgandi. Xat o'sha 1999-yil 11-noyabrda yozilgandi Mehmet tomonidan. Xat xullas to'liqligicha ushbu kitobda keltirib o'tilgan Mehmetning hayotidagi o'zgarishlar, u qanday qilib unda o'zgarishlar bo'lgani, nimalar bo'lgani, bu kitobni eng qaynoq, ya'ni eng qaymoqli qismi mana shu Mehmetning xatida yozilgan. Buni hammalaringni o'qishlaringni maslahat beraman. Undan tashqari esa ushbu kitobni to'liqligicha o'qib chiqqan boshqa bir holatni o'quvchisi tomonidan yozilgan xat bor. Xullas, kitobning orqasida bir necha betdan iborat ikkita xat bor. Kitobni eng ta'sirli, eng qaymoq joyi o'sha hisoblanadi. O'shaning uchun ushbu kitobni Xolid Ertugrul Iqror, ushbu kitobni kutubxonalarga borib so'rab ko'ringlar. Kitob do'konlaridan qidiringlar, albatta o'qib ko'ringlar. Eng ta'sirli joyi o'sha joyda yozilgan. Kitobni o'zini esa men ushbu jumlalarni o'qish bilan tugatishga qaror qildim. Muammoli va tarbiyasi og'ir o'quvchilarga berilishi kerak bo'lgan eng asosiy ta'lim bu insonning yaratilish g'oyasini tushuntirish, yoshlarga nima uchun yashayotganini o'rgatish va pirovardida albatta hisob-kitob qilinishni ularning ongiga singdirish bo'lishi lozim. Agar bu ulkan ishlar amalga oshirilsa, yoshlarning ham, jamiyatning ham bir qancha muammolari o'z-o'zidan hal bo'ladi. Chunki iymonsiz, nima uchun yashayotganini ham bilmaydigan va kun kelib so'roq, savol qilinishga ishonmagan insondan har qanday yomonlikni kutish mumkin. Demak, Ming kitob tahlil loyihamizning 7-soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu kitob haqida fikrlaringizni yozib qoldiringlar, videoga like bosinglar va uni yaqinlarga ham bo'lishinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hozirda biz 126 kishiga yetdik. Hozirgacha meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barchaga rahmat. Assalomu alaykum.